O'zim BMWda yuruvdim, sotib yubordim BMWni. Lekin o'sha BMWlarni minganimdan keyin bularga ishqi tushdi. Chunki BMWni yoqtirmasdim desam xato bo'ladi. BMW endi bundacha Lexus'ga yoqmasdi-yu, lekin G30 ni bindim. Aka, tavsiya beraman. Men endi 22sini mindim-u, lekin bu BMWlarda G30lar yuraklarda bo'lib qoldi. Ko'ryapsiz, eng zo'rlaridan biri 530i Polni Fullmatic. Turo balon tortadi, bo'lib ham LED, tomni sini svetlar. Javos bron plyonka qilib olsangiz, chiki chiqadi. Body kitlar qilingan, abrisovkalarda Black Piano va 2018-yilga 21800 dollarga mini torklari bilan benzinoviy twin turbali 2 объемli va mana bu mashinani diskasi. Shuni o'zi narxi o'zi normal. Nech pul sizga? 2000 dollar, 3000 mi? Vo. 2300 dollarga 2300 dollarga mana shu diskani o'zi. Ko'rishingiz mumkin narxlarini qimmat. O'zi shuni o'zi ham vit bo'lib ochib turibdi. Xo'p, 360 kamera bor, 530i, o'shunga ahamiyat beramiz. Luxury pakshiri emas, 21800 laboy proyeksiya, lyuk qaralgan, beskluchovoy. Davodchik yo'q ekan, silpoy zona va подсветка, натуральный дерево, память сидений электрический, плавающий сиденье 3D polilar bilan va tamankali kojinli qora salon. Chorniy patolog, lyuk qaralgan, bu yerda karbonlar rollarida ishlagan, multi rol, lipistok rol, elektronli tablo, 90.000 probeg, monitor, подсветкani qarang, jigar. Bu yerlarida ham turibdi-yu, karbonlari, dozorniy klimat kontrol, обдув, подогрев сидений, ручной электрический автохолд va bu yerda sport eco sport rejimlari bor. Polni Navorotda M, bu aniq M, akam. Bitta qiladigan ishingiz, fari bilan stopini bitta almashtiring, mashina zo'r bo'lib qoladi. 21800 dollarga orqa shtorka, orqa podogrev, orqa upravlение pechka. Men tavsiya beraman. Mashinani sostenasini tekshiring, narxini kelishing, mashinani bahosini qilib X-Drive 530 ayda olib qo'yamiz, sog' bo'ling.